Shu joydan hozir mana negativ bizada bo'lib ketadi. Yo'q, bo'lsa bo'lsin. Assalomu alaykum Otabek aka. Alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz? Ana Xitoy mashinaga o'tdingiz mana siz ham BMWdan. Hozir bizani xalqimizda hali ham Xitoy mashinaga negativlar juda ko'p, bilasiz. Chunki men ko'p videolar qo'yganman. Hali ham bizada o'sha BMW, Mercedes, Toyota'larga anaqalar rosa ko'pda. Mana siz hozir Aito'da yuribsiz. Ambasadorsiz. Mabodoga ambasador bo'lmasdan turib, shuncha pulga shu mashinani olib haydagan bo'larmidingiz? Shu mana shu tipdagi, shu narxdagi mashinalar ichida qanaqa nimada urovinda, masalan, Aito nima tavsiya berasiz misol uchun ko'rayotganlarga qanaqa mashina? Qarang, o'z savol berardim o'zimga. Tasavvur qil Otabek, senda cheksiz pul bor. Milliard pul bor-da. Mercedes bilan BMW Xitoy mashinalari desa, puliga qarab. Men Xitoy mashinani demayapman. Xitoy mashinadagi komfortli, ichiga tiqilayotgan komfortli narigi mashinada yo'q. Agar bo'lsa edi, bu bilan urovinni bir xil bo'lganida edi, men albatta anu Mercedes BMWni olardim. Nimagadir Mercedes BMW qizg'anyapti. Shu joydan hozir mana negativ bizada bo'lib ketadi. Yo'q, bo'lsa bo'lsin. Chunki mana hozir Aito hozir $83,000 atrofida turgan mashina. Agar buni komfortini solishtiramansangiz, GLS Maybach bilan to'ppa-to'g'ri. Uzoq dizayn bo'yicha xunuk lekin men tan olaman. Uzoq yo'lga ham bitta haydab ko'rdingiz mashinani uzoq masofalarga. Qirg'iziston, Qozog'iston, anaqa Navoiylarga borib keldim. Xadavoylari orqada uxlab ketasiz. Mol ko'p mashinalarni orqasi otadi dalni yo'lda. Buniki orqasi otmaydi. To'g'rimi? Men o'zim ham xudo xolsa 1-2 kunda shu Aito'ga video chiqaryapman, tarixlarni aytaman, xudo xolsa kuzatib tursa, storylarni o'zim aytib beraman Aito'ni. Maqdis ko'raman. Xudo xolsa zapchasiga obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatib turinglar bizani. Salomat bo'linglar. Charchamang Otabek, rahmat.